Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xudosh yurtuvi kanalini doimiy hamda tasodifiy kuzatuvchilari, barchalaringizga kun xayrli bo'lsin. Do'stlar, hurmatli va aziz obunachilarim, qadrdonlarim, bugun 2025-yil 15-aprel sanasi hafta gününe 2-gün seshanba günü Alloh nasib qilsa yana sizlar uchun bir manfaatli video rolik bilan men sizlarni bezovta qilmoqchiman do'stlar. Do'stlar, bugungi reklamli video rolik bo'ladi. Video rolikimiz bu ham bo'lsa pul topar texnikalardan og'ir texnika, ya'ni Bolgariyada 1990-yilda ishlab chiqarilgan mana shu pogruzchik ekskavator yuklagich xudo xohlasa sotiladi ekan do'stlar. Bu pogruzchik haqida to'xtaladigan bo'lsak, biz uchun ham bu qadrdon bo'lgan insonlar, oilamiz uchun, sulolamiz uchun ham Fazlullah otamiz qazo ko'p butun umr yoshligidan mana shuning texnika bilan shug'ullangan, mana shu texnikani haydagan insonni texnikasi bu do'stlar. Hamma biladigan, taniydigan insonlar juda yaxshi bilishadi. Hali ham hozir ham robotchi holatda ishlab turibdi, yurib turibdi. Bemalol kelib, ko'rib, shu ekranda ko'rib turgan transport vositasini haydab ko'rib, ishlatib ko'rib, xarid qilishlaringiz, egasi bilan gaplashishlaringiz mumkin do'stlar. Ko'rib turganlaringizdan texnikamiz xuddi mana shu ko'rinishda. Buni pokrishkalari toza, arka tomoni mana yangi pokrishkalar, yangi qo'yilgan ekan. Hali o'zingiz ham buni keyin ham ko'rasizda. Mana yangi holatda protektorlar ham. Do'stlar, yana bir qiziq, juda bir mavjud ham bir yangilik holat. Bu transport vositalar, texnikalar pusqashda yanadi bular. Buni boshqa pogruzchilardan, yumurtalardan farqi shundaki, ko'rib turganlaringizdek zamonaviy starter qo'yilgan, ichida o'tirib bemalol kilitni urasiz, yanadi traktorimiz. Akkumulyator ham toza, yangi qo'yilgan ekan. Akkumulyatori toza ekan. Motor aptol yemidi deb turibdi egalari. Bu insonlar oldingi pogruzchilar ham mana ko'rib turganlaringizdek robotchi holatda. Bu balon ham sostoyaniyasi yaxshi ekan, chunki o'zi toza yangi paytidan xuddi shuning ko'rinishida bo'ladi ekan bu old baloni. Buni tushunganlar biladi do'stlar. Nasoslari yaxshi, zo'r deydi. Garantiyada turibdilar. Motor ham masla yemidi, bu haqida to'xtaldim. Arka balon ham yangi, toza qo'yilgan ekan do'stlar. Mana o'zi protektoridan ham ma'lum. Ko'rasizlar, o'zingiz ham ko'zingiz bilan kelgandan keyin gaplashib, bo'lmasam telefon orqali suhbatlashib, hamma tomonlarına javob deb turibdilar. İç holati bu do'stlar, kabina holati. Mana bu rishaklari, sideniya, hamma holatini o'zingiz bemalol kelib ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Do'stlar, dokumentlari ham, texnik pasportlari ham o'zin joyindayna. Görüp turganlaringizdek transport vositasini, texnik pasportlari ham joyinda do'stlar. Hamma dokument hujjatlari taq. Bemalol kelib o'zlaringiz ko'rib, egalari bilan gaplashib, suhbatlashib, xarid qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, videoning eng qiziqli joyina keldi. Bahosi 70 million so'm deb turibdilar. Bemalol telefon orqali aloqaga chiqasizlar. Biz ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. O'zlaringiz savdolashib, tortishib, talashib, xudo xohlasa bemalol xarid qilsangizlar bo'ladi do'stlar. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, sho'rinacharli videomizni tomosha qilganlaringiz uchun menga katta rahmat deymiz, minnatdorchilik bildiramiz. Musofirda yurgan do'stlarim, qadrdonlarim, aka-ukalarim, jigarlarim, oltin boshlaringiz omon bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Oilam, bolam, jagam, farzandim deb yurgan insonlar, like'larni bosib,
İzahlarda özünüzün fikrinizi yazıb qaldırışını ham unutmanglar dostlarım. Dostlar, əgər isə gələdiyim bolsaq, Xorazm vilayəti Yangiariq tüməni Qoruqdam qışlağı Şirşalı məhəlləsindən giriş darvazası var. Bizə darvaza deyimiz, Qoruqdam darvaza desək, aldığınız kirib. Şundan girib gələsilər. Rap barasa bir cəməsi 1 kilometrlərdən keyin o'ng tomona mana shuning asfalt yo'l yan başında yap bo'ladi. Aniqroq qilib aytsam men sizlarga, Xursand tog'am, balıqçı Xursand tog'amni uyuna girib gelish ko'chasida shuning Xursand tog'amning qo'shnisi bo'ladilar. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turishda davom etinglar. Bugungi video roliklarimiz mana shundan iborat edi do'stlarim. Sog' bo'ling, omon bo'linglar. Keyingi video roliklarimizda sog' salomat görüşünce o'zlaringizni ehtiyot qiling do'stlar.